Hozirgi yoshlar nazar va ko'z tegishiga ishonishmaydi ming afsuski. Chiroyli ko'rinish uchun chiroyli kiyinib, makiyaj va hokazolar. Qizlar nazar bor narsa, balki siz bilmassiz. Masalan, mahallangizda bir faqirroq inson deylik sizni kuzatyapti, ko'ryapti, kiyinishingizni, yurish-turishingizni yoki bo'lmasam ijtimoiy tarmoqda ulashayotgan tasvirlaringizni ko'rib, mana unga qara, yurishini qara. Biz zo'rg'a kunimizni ko'ryapmiz. Bolalarimizga tuzukroq kiyim ola olmaymiz deb nazar bilan qarasa, suqi kirib qarasa kimdir. Bu yetadi shu. Muhammad sallallohu alayhi vasallam an-nazaru haqqun deganlar. Xo'sh, nima qilaylik unda? Ko'zmunchoq taqaylikmi? Deyishingiz mumkin. Albatta yo'q. Bu bid'at va gunohdir. Duo retsepti berilgan aynan nazar uchun. Oyatal kursiyni doimiy ravishda o'qib yurishlikni odatlaning. Fotiha, An-Nos va Falaq suralarini. La havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim zikrida ko'proq bo'ling. Juda quvvatli duo bu.